Ramazanda asi günahkarlarmı özgürdü. Hatalık sadır kılgıcı ve günah kılgıcılarmı Müslümanlar cemaatidin ular yaxşı işlerine yaman işlerini, hata işlerini arlaştırıp koygan kişilerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli ustazlar ve kırındaşlar. Ramazan Özgürüş İyidir namlıq programımızın 16. halqısı Ramazanda asi günahkarlarmı özgürdü. Hatalık sadır kılgıcı ve günah kılgıcılarmı Müslümanlar cemaatidin ular yaxşı işlerine yaman işlerini, hata işlerini arlaştırıp koygan kişilerdir. Ularningmi Ramazan iyi kirge vaqtida bu ayni ulug'layotganligini, ehtirom qilayotganligini ko'ramiz. Lekin dili qasovatlashib ketgan, Alloh taolo diliga pechet urayotgan az bir qism kishilarning qarshisida Ramazan bilan boshqa oylarning hech farqi bo'lmaydi. Lekin bizning bu yerda maqsad qilganimiz Alloh taoloni, Allohning rasulini va mu'minlarni yaxshi ko'rib tursimi, lekin ko'ngli zoya bo'lish va ofatga so'raydigan kishilarni maqsad qilamiz. Ular o'zining kuchi yetganicha tirishchanlik qiladi. Ular o'zining qilgan tirishchanlik vaqtlarida yaxshilikda bo'ladi. Chunki bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo mundaq deydi: "Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana va innalloha lama'al muhsinin." Biz uchun kurash qilganlarni, jihad qilganlarni albatta yo'limizga yetaklaymiz. Allah haqiqatan yaxshi ish qiluvchilar bilan birlidir. Payg'ambar alayhisalomning davrida aroq ichish bilan aroqkesh deb tonilgan Ibn Nuayman degan kishi takrar aroq ichganligi sababidan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yiniga keltirilganda ba'zi kishilar bu odamni tillab, haqorat qilib, buningdan numus qilmamsan, nimanda ko'p aroq ichib bu yerga kelasan deb ayiblaydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarga terbiye kılıp, kırındışınlarını ayıplab, tillab, şeytanga yardım vermenglar. Allah bilen qasam, men bu kişinin Allah'ını ve Allah'ın Resulünü yaxşı gördüğanlıqını bilimen deydi. Hatalaşqıçılar üçün Ramazanda acayip bir görünüş var. Ular özgürüş üçün tuncu qadamını basıdı. Mescid ularını qoyunu alıdı. Ular uzun zaman mescidni tark qilgandan keyin mescidni avat qilguvchilarga aylanadi. Ularmi ro'za tutadi, uningdan boshqani bilmaydi. Qur'on tilovat qilguvchilar bilan birga Qur'on tilovat qiladi, Allohning tarafiga qaytadi. Ularning ba'zisining dili sunuq, tövbe qilish irodasi kuchli. Alloh yo'lida xayr sahavat qiladi. Mushu ko'rinishlarning hammasi masjid ahliga va mahalla jamoatiga, ashu kishilarga ko'ngil bo'lishni, ularni tövbe qilguvchilar karvoniga qaytib etishga aldirashning zarur ekanligini bildirdi. Allah subhanahu va taolo bu to'g'rida Qur'oni Karimda shunday deydi: "Va inni lag'affarun liman taba va amana va amila solihan summa ihtada." Tövbe qilgan, iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, andin to'g'ri yo'lda bo'lgan odamni men nihoyat mag'firat qiluvchiman. Mescidning imamlari ularning mescidda bo'lgan fursatni g'animat bilib, ularni qizg'inlik bilan kutib olib, yaxshi muomala qilib, ularning ro'zini, namozni yaxshi ko'radigan so'ygisiga iymoniy so'ygini to'liqlab, ularni to'g'ri yo'lda mustahkam qilishi va ularni tavritib qo'yadigan, Alloh taolani faqat Ramazon oyida toniydigan kishilar nima degan nachar degandek so'zlardan yiroq turish kerak. Chunki bu so'z hozirgidek kishilar o'zgargan, himmat irodasi ojizlashgan davriga munosib kelmaydigan so'zdir. Balki ularni tövbe qilgan solih kishilar, Allohni yod qilguvchi, mag'firat talab qilguvchi kishilar deb ehtirom qilish lozim. Chunki masjid hammalarning, Allohning rahmati kengari, bizning axloqimiz yuksak, hidoyat Allohning qo'lidadir. Jundub ibn Abdullah radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: bir kishi Allah bilan qasam, Allah taolo falan odamni mag'firat qilmaydi deganda, Allah taolo mundaq deydi: meni falan odamni mag'firat qilmaydi deb menga ustunlik qilgan kishi kim? Men falan odamni mag'firat qildim, ammo menga ustunlik qilgan u kishining barliq amalini bekor qilib o'tdi. Bu kemçilik sadir qilgan qarindoshlarimga qarata bizda bo'ladigan muhim adablardandir. Bu to'g'rida Sheyx Ibn Baz rahimahulloh mundaq deydi: bu Allah Taolaga ustunlik qilish,
özünü bilmeslikten agahlandırışının ma'nisidir. Öz aldığa Allah bilen qasam, Allah Taala falanını mağfiret kılmaydı, falanını cennet kirgizmaydı, undaq qılmaydı, mundaq qılmaydı, falanını doğru yolga muvaffaq kılmaydı degandek sözlerinin hemmisi doğru bolmagan, çeklengen sözlerden ibarettir. Bundaq söz qilishqa sizning daliliniz barmı? Bunu Allah sizge bildirdi mi? İnsan tilini saqlaşı ve onun xatiridan hazar qilishi zarur. Bazı vaqtda insan o'ylamasdan Allah'ni g'azablantiradigan bir so'zni qiladi. Shuning bilan orisi kun chiqishdan kun petishchilik yiroq bo'lgan do'zaxga tushib ketadi. Allah subhanahu va taala hammalarni buningdan saqlasin. Allah Taala'dan bizlarni mag'firat qilishni, tavbimizni qabul qilishni so'raymiz. Allah subhanahu va taala bak mehribondir, mag'firat qilg'uchidir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.